Assalomu alaykum aziz obunachilar. Mana bugun yana videomiz Pavlonia haqida bo'ladi. Bugungi video batafsil 20 kunlik rezultatimiz haqida bo'ladi. 20 kun ichida Pavlonia qanday rivojlangan, qanday ishlagan, nimalarga erishganimizni ko'rsatib boramiz. Hozir ko'rib turgan videoda qalamchalarni qanday ishlatganimizni ko'rsatib boramiz. Asosan bu uchun Biagomos ishlatganmiz. Biagomos nimaligini bilmaganlar uchun ma'lumot. Biagomos bu tabiiy o'g'it hisoblanadi. Ya'niki tuproq vazifasini o'tab beradi. Video davomida ruscha ma'lumot ham berib boramiz, chunki YouTube'da основной kontentimiz bu rus xalqi, ya'niki ruscha ma'lumot ko'proq tarqaladi va ko'proq ehtiyojga ega. На данном видео вы увидите, как мы сажаем павлонию, чтобы укоренить. И мы, как вы видели, черенки павлонии были посажены на биогумус, то есть чтобы укоренить побыстрее. И в течение 20 дней мы получили хороший эффект, то есть черенки павлонии начали выпускать свои корни. Как вы видите, после того, как мы посадили черенки, мы должны закрыть, то есть лицо, то есть со всей стороны с пленкой, чтобы воздух не проник. То есть сквозняка не должно быть. Но должен воздух войти, но не должен быть сквозняк. Yana qo'shimcha ma'lumot uchun aytib o'tamizki, klyonka bilan yopilsa rezultat yaxshiroq bo'ladi. Bu navimiz asosan FT navini ekyapmiz hozirgi nimada yashikka. Undan tashqari M1 Shantong navlarimiz ham bor. Ma'lumot uchun aytib o'tamizki, asosan FT navini ko'paytirishga ishg'ol bo'lyapmiz, chunki FT navi yaxshi rezultat ko'rsatyapti. Keyingi videoda biz proverka qilyapmiz. Qalamchalarimiz ishlaganmi, ishlamaganmi deb. Bu bir haftadan keyin u ko'rinayotgan bo'lsa, oppoq joylari bor. O'sha joylari endi barg chiqaradigan joylari, tomir chiqaradigan joylari ana shunaqa oppoq bo'ladi. Bitta emas, ikkita, uchtasini ochib ko'ryapmiz. Endi mayda-mayda ishlayotgan. Mana bu qalamchamiz esa ikkinchi hafta ishlashni boshlabdi. Bu dushanba bir haftadan keyin proverka qilyapmiz. На этом видео вы видите результат, недельный результат, то есть с понедельника до понедельника. То есть уже начали прорастать корни, начали спускать корни. И это основной плюс того, что быстрое созрение этого черенков, с помощью биогумуса. То есть основной результат сыграл биогумус. Sуда biagomusi sal kamroq o'xshaydi. Ustiga iloji bo'lsa yana ko'rib turganingizdek, qalamchalar endi ishlashni boshlagan. Bu FT-navlar qalamchamiz. Davomida qanday ishlagan, bularni ham ko'rsatib boramiz. Keyingi yashigimizda Shantong navli qalamchalarimizni ekamiz. Ko'k salafandagi. Bu nav ham FT naviga qaraganda kamroq sustroq. Bu Shantong rivojlanishi kamroq sus. Shantong navi. Bunisi ham Shantong. 5-6 yilda tayyor bo'ladigan bo'lsa, Shantonglar kamroq past. Yani 7 yilga cho'zilishi mumkin. Buni ekkanimizga materiali ham farq qiladi. Ikkinchi farqi yanvarda ekilgan. Bu qalamchalar hali unchalik rivojlangan yo'q. Hali uncha boshlamagan ishlashdi.
На этих фотках вы видите, как черенки павлония начали спускать корни. То есть это после 2 недель. В течение 15 дней они начали уже прорастать, то есть спускать корни. Bu suratlarda siz ko'rdingizki, pavlonia qalamchalari ishlashni Holatini ko'rasiz. Mana bugun 17 yanvar 2022 yil. Как вы видите, Kamida начали, 3 hafta, то есть 4 hafta, 3 hafta bo'ldi listki bu qalamchalarda появились joylaganimizga. Этот сорт 17 yanvar bo'lishiga qaramay pavloniyalar o'sishda davom etyapti, ishlashda barcha davom etyapti. Mana hozir endi buni ishlagan holatda stakanchiklarga o'tkazamiz. Video yoqqan bo'lsa На этот раз, то есть это уже 17, то есть 15 дней уже на этих фермках. Мы уже начали садить черенков на салофановые на салофановые горшки, то есть и на биогумус также мы добавляем опилку, чтобы держалась влажность. Опилка помогает держать влажность. Размер салфанового горшка 13. Это самый удобный размер для того, чтобы посадить черенки павлоний. И плюс то, что мы в основном используем на 100% биогумус. Так как это очень хороший органический песок. Как вы видите, черенки уже беленькие, то есть через уже день или 2 уже будет спускать свои листья, свои корни. На следующем видео уже сегодня 25, то есть февраля, то есть января. И как вы видите, павлония уже вышла, то есть созрела, начали спускать, то есть огромные листья. Уже этим павлониям как бы в течение 23-25 дней им уже 4-3 сантиметра, и листки тоже больше 3 и 4 сантиметров, как вы видите на этом видео. И плюс вдобавок в конце подписывайтесь на этот канал, чтобы не пропустить дальнейшие наши видео.